Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sayyoraxon onajonimiz bilan bog'landikmi? Ha, Yaxshimisiz onajon? Sog'misiz? Salomatmisiz? alhamdulillah yaxshiman, Xudoga shukr, behisob shukr. Ahvollaringiz, kayfiyatlaringiz yaxshimi? A'lo darajada. Onajonim, ayni damda biz sizga Yaqinlarimga tabrik loyihasi Telegram kanalidan murojaat qilmoqdamiz. Ushbu loyiha boshlovchisi Barnoxon bo'laman. Ha, Ishchimiz bo'yicha bugun sizning shukrona kuningiz, tavallud ayyomingiz ekan, to'g'ri topdikmi? ha, shunday. Tabriklaymiz onajon. Allohim nasib etgan yana bir umr yoshingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Bunday go'zal, chiroyli, navqiron va go'zal umr yoshlarni ko'pini ko'ring. Yuz yoshlar ila yuzlashib, oila a'zolaringiz, yaqinlaringiz va siz uchun qadrli bo'lgan barcha qadrdonlaringizning baxtiga sog'-omon bo'ling. Rahmat aytaman. Umr gulshaningizning fasli 50 bahori muborak bo'lsin onajon. Rahmat. Onajon, sizni bugungi shukrona kuningiz munosabati bilan avvalo onajoningiz, volidai muhtaramangiz Mingnor momojonimiz o'zining dilizxorlarini, salomlarini, siz uchun atalgan tabriklarini yo'llab o'tdilar va qolaversa yana shunday bir aziz mehriboningiz bor. Mening mehribonimni, aziz insonimni juda ham chiroyli qilib tabriklab bering deya dilizxorlarini yo'llab o'tdilar. O'sha yaqiningiz kim bo'lishi mumkin? Nasiba Quvonibamikan. Yana kimdan taxminingiz bor? Albatta onajon, bugun sizni muborakbod etadigan insonlaringiz juda ham ko'p. Shular orasidan yana qay birini taxmin qilasiz? Ha, rahmat hammalarni borlariga shukr. Onajonim ham nasib bo'lsa yana ham yuzlar bilan yuzlashib, hiyvarlar bilan so'zlashib yursinlar. Boriga shukr. Davlatim onam, mening jannatim onam. Endi oilarim, farzandlarim, kelinlarim, nevaralarim ham hammasi qutlab yotdi ertalabdan. Shirin tilaklar o'zlariga yo'ldosh bo'lsin. Qizim Soniyaxonning ham tavallud kuni. Uni ham tabriklayman. Umri uzoq bo'lsin, nasib bo'lsa, martabasi ulug' bo'lsin, o'qishlarni bitkazib, yaxshi oilalarga, bo'shanganlarga kelin bo'lsin, nasib bo'lsa. Albatta onajonim, barcha ezgu tilaklaringizga tilakdoshmiz. Ayni damda ushbu sizning shukrona kuningiz munosabati bilan o'g'lingiz, aziz farzandingiz, dilbandingiz Mirjalol akamiz muborakbod etib o'tdilar. Qolaversa, Soniyaxon singlimizni ham tug'ilgan kunlari bilan, tavalludi bilan tabriklashimizni alohida ta'kidladilar. Ha, boriga shukr, asarlarimning hammasining umri uzoq bo'lsin, martabasi ulug' bo'lsin, baxti saodatli bo'lsin. Nasibda kelasi Mirjalollarning kelinchagi bilan yana kelinlar olayin, nevarlarni ko'pini ko'rib, nasibda chevarlar erkalatib, suyukli bo'jon bo'lib yuraylik. Nasibda bobosi bilan birga ko'raylik. Turmush o'rtog'im bilan hamma quvonchimizni, farzandlar rohatini. Albatta onajonim, barcha ajoyib tilaklaringizga biz ham tilakdoshmiz. Ayni damda siz uchun atalgan, siz uchun yo'llangan ushbu go'zal tabriknomani o'qib eshittirsam. Mayli. Assalomu alaykum, mening aziz, mehridaryo, nur yuzli onajonim. Sizni bugungi hayotingizdagi eng quvonchli kuningiz, tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Avvalo, onajonim, siz mehribon duogo'yimga Allohimdan uzun va sermazmun umr tilayman. Aziz boshingiz omon, tanijoningiz sog' salomat bo'lsin. Dadajonim, biz farzandlaringiz va nevaralaringiz baxtimizga doimo bor bo'ling. Umr yoshingizga yoshlar qo'shilib, dadajonim bilan qo'sha qaring. Biz farzandlaringiz baxtini, kamolini, rohatini ko'rib, hurmatda, izzatda va ardoqda yuring onajonim. Sizdek aziz va mehribon insonga meni farzand qilib yaratgan Allohimga mingdan ming shukronalar aytaman. Dunyo turguncha turing, mening mehribonim. Erishgan yutuqlarim barchasi sizning duolaringiz sabab, duogo'yim.
Duo qiling onajonim, nasib qilsa biz o'g'illaringiz dadajonim bilan sizni haj va umra ulug' ziyoratlariga yuborib, hoji ota, hoji ona qilaylik. Barcha ezgu tilaklarim siz uchun onajonim. Hech qachon g'am ko'rmang. Doimo yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Sizga shunday baxt tilaymanki, u hech qachon tugamasin. Sizga shunday quvonch tilaymanki, u sizni aslo tark etmasin. Yuzingizdan kulgu, labingizdan tabassum, qalbingizdan xotirjamlik arimasin. Sizni juda ham yaxshi ko'raman onajonim, farishtam. Doimo Allohimning panohida bo'ling. Akam tog'im, doim suyanchim, Munis singlim, uyimning naqshi, otam quyosh hammasidan ham, mening onam hammadan yaxshi. Onasi yo'q, qalbi yaralar, onasi bor, baxtli sanalar, xafa bo'lmang, qolgan onalar, mening onam hammadan yaxshi. Borim mening shu tor xonadon, hech narsam yo'q shu tor xonadan, ammo omad kelgan onadan, mening onam hammadan yaxshi. Shukr qiling, iymon ahlisiz, baxtli bo'ling, bunga haqlisiz. Otajonim, qanday baxtlisiz, mening onam hammadan yaxshi, deya o'g'lingiz, mehriboningiz o'zining dil izhorlarini yakunlaganlar. Rahmat asarlarimning boriga shukr, Allohimga behisob shukr. Mana shunday farzandlar berganiga menga. Shulardan nasibsa har doim menga, oilamizga, yurtimizga faxr keltiradigan insonlar bo'lib yetishganiga shukr qilaman. Albatta onajonim, albatta. Farzandlarni nasibsa nevaralarimni, chevaralarni erkalatib berayin. Kasbiga baraka bersin, umriga, sog'ligiga, hammalariga rahmat. Onajonim, ayni paytda sizni bir qator yaqin insonlaringiz, xususan oila a'zolaringizdan turmush o'rtog'ingiz Ilhomjon otamiz, o'g'illaringiz Shahzodjon, Anvarjonlar, qizlaringiz Munisaxon, Soniyaxonlar, kelin qizingiz Gulshodaxon, nabiralaringiz Abdulaziz, Fazliddin, Fayzbeklar, Fayoza, Farzona va kuyovingiz Faxriddinjonlar ham siz uchun o'zining salomlarini, tilaklarini yo'llab o'tdilar. Rahmat, hammalarining boriga shukr. Yaxshi ko'raman hammasini. Hammasining umri uzoq bo'lsin, baxtimga omon bo'lsin. Albatta onajon, aytganingiz kelsin. Barcha ezgu samimiy tilaklaringizga tilakdoshmiz. Rahmat, borlaringizga shukr. Sizlarga ijodlaringizga yuksak parvozlar tilayman. Doimo mana shunday qutlovlarda tabriklar eshitib, yaxshi kunlarimda quvonchimga sherik bo'lganlaringiz uchun hammalaringizga tashakkurnoma bildiraman. Rahmat onajon. Sizni yana bir bora tavallud kuningiz munosabati bilan qalbimiz tubidagi eng samimiy, sarafroz so'zlarimiz ila muborakbod etib qolamiz. Bugungi shukrona kuningizni ham chiroyli shukuhda, a'lo kayfiyatda o'tkazing. Rahmat, nasib etsa kelasi yil bundan ham ziyoda qilsin Allohim. Rahmat. Shukrlar bo'lsin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Yoshlarimiz, farzandlarimiz, nevarajonlar, kelinlar, qizlar, kuyovlar, o'g'illar hammasi baxtli bo'lsin. Hamma yoshlar baxtli bo'lsin. Ota-onasiga, yurtiga sodiq inson bo'lsin. Oilasiga faxr keltirib bersin doimo. Rahmat onajon, o'g'lingiz duogo'yim, onajonim deb bekorga aytmagan ekan. Juda ham chiroyli duolaringiz uchun sizga ham mingdan ming rahmatlar aytamiz onajon. Xo'p, rahmat. Dunyo turguncha turing ilohim. Aytganlaringiz kelsin ilohim. Kelayotgan keliningiz, qizingiz Hilolaxon ham siz uchun kelin emas, qiz bo'lib kelishini, nasib qilsa xizmatlaringizni qilib, duolaringizni olib yurishiga tilakdoshmiz onajon. Rahmat, nasib qilsa Hilola kelinimizdan magistrlarga kirsin, o'qishlariga mana nasib qilsa tevarlar olsinlar. Bu ko'shada kelinimiz ham kelin emas, qiz bo'lib Xudoga shukr, behisob shukr. Mana xizmatlarimizni qilib, ketidan beri shirinlar, shakar, shirinliklar tayyorlab turibdi. Oltin ko'shanamizga kelib mehmon bo'lish hammasiga nasib qilsin. Rahmat onajon, juda ham ajoyib tilaklar. Rahmat. Tayyorlab beramiz. Uzoqdagilar ziyoratga hammalariga rahmat. Safarlari bexatar bo'lsin nasib qilsa. Bitta ziyarimiz Xitoyga yuribdi Bekzodjon. Yana qolganlar Rossiyada xizmat qilyapti. Hammalari
nasibsa sog' bo'lsin, oltin boshi omon bo'lsin. Telefon orqali ta'riflab yozishdi. Barchaga tilab o'tiraman. Mana shu onajonima mana shunday duoda o'tiradilar doimo. Rahmat onajonim. Baxtimizga sog' bo'lsin, har doim duolarda davomli bo'lsin nasibsa. Rahmat, aytganingiz kelsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Xo'p, mana adresionimda xayr qadriyam yuribman bu yil, Allohga shukr. Alo. Ilohim, nevaralar qurshovida, hurmatda, izzatda, ardoqda yuring onajon. Bunday go'zal kunlaringiz ko'p bo'lsin ilohim. Shunday bo'lsin Allohim. Sog' bo'ling. Allohim baxt o'tsin peshonangizdan, omad kirib tursin ostoningizdan. Rizqlar ortingizdan ergashib yursin, mehmon arimasin koshonangizdan. Rahmat onajonim, judayam ajoyib she'rlaringiz, tilaklaringiz uchun juda ham chiroyli onajon. Barcha tilaklaringizga tilakdoshmiz. Xo'p, rahmat. Nimalar ko'ringizlar nasib bo'lsa Xudoya. Ilohim, aytganingiz kelsin ilohim. Rahmat onajon, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat mayli hammalaringizga. Borlaringizga shukr. Dardlaringiz to'kib soching yayrasin dil, armonlarga to'lmasin hech ko'ngil. Omadimni hadya etdi qarang taqdir, yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi olam. Ko'zlarimiz dardli yoshga to'lgan edi, dilda tashvish jonimizdan o'tgan edi. Yurak sho'rlik barchasiga ko'ngan edi, yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi onam. Hammasi orligingiz onam, hammasi sizni duoingiz onam. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam, onam. Hammasi muammolar girdobida xorlanishlar, ko'rib qo'ysin ko'ksin turgan shu tanishlar. Yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi onam, ko'kni tutib ketar edi nidoyingiz, ajinlarga yashiringan chiroyingiz, ijobatin topib barcha duoyingiz. Yaxshi kunlar yaqin kelib